Shoshilinch xabar. O'zgidromet 7, 8 va 9 iyul kunlari uchun yangi rasmiy ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Yaqin 3 kun davomida yurtimizda qanday ob-havo kuzatilishi bilan qiziqyapsizmi? Unda ushbu videoni albatta oxirigacha tomosha qiling. Bu yerda siz faqat rasmiy manbalarga asoslangan eng so'nggi prognoz bilan tanishasiz. Agar videoyimiz sizga manfaatli bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, boshladik. Kelasi 3 kun mobaynida respublika bo'ylab quruq, kam bulutli va juda issiq ob-havo saqlanadi. Havo harorati deyarli barcha hududlarda yana bir necha darajaga ko'tarilishi kutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol 7-12 metr/soniya tezlikda esadi. Ayrim hududlarda 13-18 metr/soniyagacha kuchayishi mumkin. Havo harorati kechasi 22-27 daraja, kunduz 7-iyulda 36-39 daraja, 8-iyulda 37-40 daraja va 9-iyulda 38-41 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham quruq va ochiq ob-havo hukm suradi. Shamol 7-12 metr/soniya tezlikda esadi. Kechasi havo 24-29 daraja, kunduzi mos ravishda 39-42, 40-43 va 41-44 darajagacha isiydi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Osmon kam bulutli bo'ladi. Shamolning tezligi sekundiga 7-12 metrni tashkil etadi. Kechasi havo harorati 22-26 daraja, kunduz 36-39 daraja, keyingi kunlarda esa 37-40 va 38-41 darajagacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida juda issiq ob-havo saqlanadi. Ayrim joylarda shamol biroz kuchayishi mumkin. Kechasi 26-31 daraja, kunduzi 7-iyulda 42-45 daraja, 8-iyulda 43-46 daraja va 9-iyulda 44-47 daraja bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Sharqiy shamol 5-10 metr/soniya tezlikda esadi. Havo harorati 22-26 daraja, kunduz 36-39 daraja, keyingi kunlarda esa 37-40 va 38-41 darajaga ko'tariladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda havo kam bulutli bo'ladi. Ayrim baland tog'li joylarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol 7-12 metr/soniya tezlikda esadi. Kechasi 17-22 daraja, kunduzi 7-iyulda 30-35 daraja, 8-iyulda 31-36 daraja va 9-iyulda 32-37 daraja bo'lishi kutilmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, bu kabi ob-havo yangiliklarini birinchi bo'lib bilib borish uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Agar videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.